Noxush xabar yetkazaman bugun sizlarga. Videoni oxirigacha ko'ringlar. 19 yoshlik ukamiz vafot etgan. Iltimos qilamiz shu videoni Alloh yo'lida savob uchun oxirigacha ko'ringlar. O'likka olib ketadigan odami yo'q, hech kimi yo'q. Biz bu kim ekanligini topdik akalar, opalar. Qashqadaryo viloyatidan. Lekin ota-onasi yo'q bu bolaning. Qari 70 ga kirgan inasi bilan bobosini qo'lida qolgan ekan. Bobosi bilan inasini pasporti ham yo'q kelib olib ketish uchun. Akajon, shu 19 yoshli ukamizni qanday siz o'ligini topdingiz? Sizga kim xabar berdi? Aka, men taksimanda yo'lda meni gaylar to'xtatishdi. O'zbekmisan, o'zbekman. Mana shu yerda o'zbek bola o'lib qolgan ekan. Biz morgga olib ketyapmiz. Mana pasporti, mana telefoni, mana o'libdi o'zi. Telefonidan yaqinlarim nomerini topib, mana shu ism familiyani aytib, uydagilarga xabar berdi işte. Ismi familiyasi nima ekan aka? Shahzod Saidov Sherzod o'g'li ekan. 2005-yil bola ekan. Saidov Shahzod Sherzod o'g'li 2005-yil. Shunaqa. Qayerdan aka? 6-oydami tug'ilgan ekanda. Oyini to'g'ri eslab qololmam. 6-mi, 7-oymi, 5-oymi shu yozgi oylarini eslab qoldim.